Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun Tracker 1 avtomobiliga avtomat korobkasining moyini apparat yordamida almashtirishni boshladik. Mana apparat ulash jarayoni bo'lib o'tgadi. Hozir moy solish jarayoni bo'ladi. Bu apparatni birinchi nastroyka qilinadi. Nastroyka qilgandan keyin bu hech qanaqa zavod qilib, mag'lub qilib, yana qo'shing, o'chiring degan narsalar bo'lmaydi. Bu apparatni o'zi o'chirish, qo'shishni o'zi amalga oshiradi. Birinchi o'sha korobka ichidagi qanaqa mashinaning korobkasiligini birinchi o'qiydi bu. Keyin o'shanga mos gradus tanlaydi. O'shanga mos yana davleniya bilan uradi. Hozir mana ustamiz mana nastroyka qilyapti hozir. Qaysi mashinaligini. Mana hozir korobkaning ichini yuvish, ya'ni achchiqlik qilish uchun yarim litr moy solinadi mana. Bu yarim litr korobkaning ichini yuvadi, tozalab. Mana e'tibor bersanglar, mana yarim litr moy bo'ldi. Hozir mana achchiqlik qilinadi. Bu tozalab bo'lgandan keyin ya'ni yog' qo'yiladi hozir. Ma'lumot uchun aytib ketaman, Tracker 1, Tracker 2, Gentra, Nexeus hammasiga 7 litr moy ketadi. Biz ob'yom 7 litr bo'ladi. Bu apparatga o'sha yuvish, hozir ko'rganlaringni tozalash uchun ko'proq ketadi. Bu 10 litr, 11 litr ketadi. Mana aslo Tracker 1 avtomobiliga korobkasini tozalash jarayoni tugadi. Hozir endi mana yangi yog' quyish jarayoni bo'ladi. Mana yangi yog' ketibdi o'sha yangi yog'. Buni ichiga 7 litr yangi yog' quyiladi hozir. Yangi yog' ketibdi korobkaga. Bundan o'zlarini eski yog'. Qarang, qanaqa ahvoliga eski yog'. Biz mashinani 60 ming, 70 ming almashtirish kerak zavodga. Keyin bu almashtirilgandan keyin 40 ming, 50 ming almashtiriladi.